Men ma'nuni tushing. Bo'ldi. Turing. Nima qilamiz hozir? Qanaqa qilishdan xudo saqlasin. Qarang, biz bitta hozir gapiring bo'pti. Bo'p, men gapiray. Qaranglar. Aydekorda Quvasoy yo'lida Otchopardan kirganimizda zavodi bor. Shu zavoddan oldinlari butun O'zbekiston bo'ylab Aydekor logotipi bilan birga ikkita yostiqli mebellari sotilgan. Endi bu zavodda o'zi primo showroom ochdi. O'zi ko'rib turgan joylar showroomi. Mana shu yerda necha xildan oshiq model bor? 30 xildan oshiq modellari turibdi. Ko'rib turibsizlar, bularga garantiyalari bor. Oyog'ichi? Oyoqlari yong'oqdan bo'ladi. Ichidagi hamma taxtalari ham yong'oqdan bo'ladi. Spalni mebellarini mana Tailand ko'ringda. Hech qaysi spalni mebelda bunaqangi narsa bo'lmaydi. Nima? Qanaqa yong'oq? Qattiq yong'oq bu. Bu yong'oq sizlarning uylaringda o'sadigan yong'oq. Rossiya yong'oqmi? O'zbekiston yong'oq. Eshitdingmi mana endi qarang, Tailand ko'ryapsiz mana. Bularning hammasida displey bo'ladi. To'g'rimi bu? Kompressor bermasdi. G'ijillashiga sabab shu tayda displey bo'lgan. Endi mana havola qilib qo'yibdi. Ko'rdingizmi? Matraslar ham dahshat ekan omalak. Mashina nech pul hozir? Bitta narxni aytib o'tib ketaylik mashina. Skidkada 5,5 million. Mashina o'zi. Ha, mexanizm matraslari yaxshisidan. 5,5 million короче, hamma yo'q zo'ridan. Hamma o'zi. Rossiyadan to'liq komplektda keladi mexanizm. To'g'ri. Rossiya deganingizga nasiyaga ham berasizmi? Rossiyaga ham beramiz. Qanaqa bo'ladi? 50% ni chetda beradi, 50% ni uyga borib unutgandan keyin beradi. Ha, o'sha narsaga bo'ladi. 2 soatga narsaga yana, 2 soatga narsaga, yomon narsaga. Ofisni mebellar ham bor. Bitta ofisga mebellar bor. Oilaga katta dasturxon qiladigan olingan. Buni ofisniki, bu oshxonaniki, buni ofis. Bu hammomnikimi? Bu oshxonaniki bu. Mana ofisniki. Mana shu ham ofisga tushaveradi. Mana shu ham ofiskami? Ha? Bu ham ofisga. Kaltagan ofis ekan, to'g'rimi? Siz ham chist. Uni dizaynli ofislar bor mana. Mana shu ofisni mebel, mana uni qarang. 11 millionmi deyaptilar. Mana shu kami 20 million magazinda. Hozir tem bo'l 20% skidka. Rosa siz uxlatishgan o'zi 15 million turadi magazinda. Yo'qmi? Mana siz aldashgan. Bargin. Siz ofisingizga oldingizmi deyman mebel, ha? Oldim. Hozir rabochiy kirgilikdan ofis shekilli. 12 millionga rabochiy bermaydi. Yangi mebel oldim. Bu logotsiyani aytaylik endi. Lokatsiyasini aytdimi? Quvasoy yo'li pakanadimi? Hozir YouTube'ga aytib o'tdingizmi? YouTube'ga. Bemalol qaranglar, ko'ryapsizlar, mana bu zavod 60 kishi ishlaydigan, 60 ta odam ishlaydi. Bundan tashqari 60 bitta demaysizmi, o'zingiz qo'shmaysizmi? Yo'q, 60 ta. Mana bu narsani qarang, haqiqatan bu yong'oqdan emas ham. Mana shu ham yong'oqdan. Yong'oq o'zi aslida qanday tayyorlanadi bilasizmi? Shu bukilganini ko'ryapsiz yong'oqda. Bu yong'oq zakka solib qo'yiladi. 5 yil olti zakka turadi. Zakdan keyin chiqarib turib qayta ishlov beriladi yong'oq mebeliga. Mebeliga. Shuning uchun qimmat bo'ladi yong'oq narsa. Tushunmaganim uchun ha deyapman, lekin tushunadiganlar o'tirib. Siz shashlik tushunasiz xolos, bu qonni doim ochib yuradi. To'g'ri. Hozir Ro'zada undan tashqari showroom ochilish munosabati bilan 20% chegirma bo'lyapti. Abdulaziz nomidan kelganga emas, men nomidan kelganga ham emas. Bizni Prosta ochilish munosabati bilan. Men shuni tushunyapman, sizning profilingizligini. Men hamma profili deganim yo'q. Ko'rib turibsizlar, like bosib, video tarqaygan telefon nomerlari turib, telefon qilib, bemalol zakaz beraverasizlar. Bo'lmasa Farg'ona shaharlar bo'lsa, bemalol Quvasoy yo'li Pakanadan o'tganimizda Otchopardan shuni o'ngga burganmiz, Aydekor, Indekor kelaveradi. Aydekormi nima? Brend? Aydekor. Aydekor. Bitta tepami? Prosta telefon qilsalar ham bo'ldi. Hamma tushuntirishadi. Sog' bo'linglar.